bemorlarimiz orasida qo'shni viloyatlardan ham bemorlar bor. Navbatdagi bemorimiz Namangan viloyati. Yurolmayapman, qiynalyapman deb bizga o'sha internetda chiqqan videolarimizni ko'rib kelishgan. Ota, kelganingizda holatingiz qanaqa edi? Hozir holatingiz qanaqa? Hozir holatim ancha yaxshi bo'ldi. Hozir bugun 4-marta. Kelishingiz. Kelishim. Birinchi marta kelganimda sal o'ldirish bo'ldi. Ikkinchisida tag'inlikcha ko'p bo'ldi. Uchinchisida ancha yaxshi. Bugun 4-ni olyapman. Men Namangan oblast Chust rayonidan. Chustdan kelyapsiz bizga. Yaxshi. Hozir bezda qilardi? Sizni nima bezda qilardi? Men masalan buni ikki yursam, olib qolardi, dam olib yurardim. Keyin so'yib tursam, tikka tursam qaraq bo'lib, rosa og'irardi. O'tib olardim. Endi hozir bizga faqat fizioterapiya muolajalarimizdan plazmanik tunjun kelyapsiz, plazma uchun kelyapsiz. Buni foydasini sezdingizmi? Foydasini sezdim. Foydasini sezdingiz. Agar foydasini sezmaganingizda chustda kelmasdingiz. Kelmasdim. Yaxshi. Xo'p, biz afsonalar, mit haqida gaplashmayapmiz. Bemorlar haqiqiy real bemorlar haqida gaplashyapmiz. Agarda o'zdan o'ylab ko'ring, Namanganchalik joydan Farg'onaga aynan shu muolaja uchun kelishyapti. Agarda foyda sezishmaganida, menimcha kelishmagan bo'lardi. Foydasi bor. Xo'p, qolgan bemorlarga ham tavsiya qilasizmi shu narsani? Tavsiya qilaman. Rahmat. Ota, shifo bersin.